Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan yana bir bor yangi videoda ko'rishib turibmiz. Bugungi mavzumiz aynan hozirgi kunda ko'pchilik bitiruvchilar, ya'ni ma'lum bir oliy ta'lim muassasalari yoki o'sha texnikum deymizmi, kollej bitiruvchilari uchun foydali bo'ladi degan umiddamiz. Chunki bugungi mavzumiz universitet yoki o'sha kollej bitiruvchilari uchun bitiruv malakaviy ishi tayyorlash, ya'ni ko'pchiligimiz uchun ma'lum bo'lgan o'sha diplom ishi deb ham yuritiladi. Aynan rasmiy ko'rinishda esa faqatgina o'sha bitiruv malakaviy ishi yoki bitiruv ishi deb yuritiladigan o'sha bitiruv ishi hujjatini tayyorlash haqida gaplashamiz. Umuman bu qanday tayyorlash kerak, uni qanaqa talablari bor, qanaqa o'ziga xosliklari bor, mana shular haqida bugungi darsda sizlar bilan birgalikda gaplashib o'tamiz. Birinchi o'rinda sizlar bilan ko'rib o'tishimiz kerak bo'lgan narsa bu aynan ushbu bitiruv ishi qanday yozilishi haqida. Boya aytgandek, bu bitiruv malakaviy ishi yoki bitiruv ishi deb nomlanadi. Shunday ekan, aynan mana shu bitiruv ishimizda diplom ishi degan tushuncha umuman ishlatilmasligi kerak, chunki bunaqa tushuncha hozir ishlatilmaydi. Shuning uchun eslatib o'taman, agar siz bitiruv ishini qilayotgan bo'lsangiz, diplom ishi degan yozuvni hech qayerda ishlatmaslik kerak. Chunki bunday so'zni ishlatish noto'g'ri hisoblanadi. Hozir mana siz ekraningizda ko'rib turibsiz. Bitiruv ishiga namuna ochilgan bu yerda. Mana ko'rib turganingizdek, birinchi o'rinda o'sha titul varag'i deyiladi. Titul varag'i qilingan bo'lishi kerak. Ya'ni birinchi o'sha tanishtiruvchi varaq bo'ladi. Bu yerda aynan vazirlik, universitet nomi, fakulteti va kafedrasi nomlari keltirilgan. Bu yerda albatta siz o'zingizni universitetingiz nomi, fakultetingiz nomi va kafedrangiz nomini yozib, undan tashqari mana ism, familiya va yo'nalishingiz raqamlari, nomi va o'sha bitiruv malakaviy ishining mavzusi yozilgan bo'lishi kerak. Endi umumiy aytadigan bo'lsak, umumiy o'lchami, ya'ni ushbu bitiruv ishi kamida 55-60 varaqdan iborat bo'lishi kerak bo'ladi. Shuningdek, boblarga ajratilgan holda kamida 2 ta yoki 3 ta bobdan iborat bo'lishi kerak bo'ladi bitiruv ishingiz. Buni yana ushbu boblar bo'yicha ham yana gaplashib o'tamiz. Demak, umumiy undan tashqari qo'yilgan talablar bu kattalik shrift haqida bo'lishi mumkin. Ya'ni butun bitiruv ishi 14 shriftda kattaligida bo'lishi kerak. Mana agar bironta yozuvni belgilaydigan bo'lsak, tepada ko'rishingiz mumkin. Mana o'sha kattalik 14 belgilangan bo'ladi. Siz ham demak har bitta yozuvni kattaligini 14 shrift qilishingiz kerak. U kichkina harflarda yozilgan bo'ladimi yoki katta harflarda yozilgan bo'ladimi? Albatta 14 shriftda bo'lishi kerak. Bundan tashqari Times New Roman bu eng o'sha rasmiy shrift hisoblanadi. Aynan mana shunday hujjatlarda va boshqa hujjatlarda ham siz faqatgina Times New Romandan foydalanishingiz kerak bo'ladi. Agar orada qaysidir boshqa shriftni ishlatsangiz, bu ushbu hujjatning xatoligi hisoblanadi. Shuning uchun aynan Times New Romandan foydalangan holda butun bitiruv ishini yozish kerak bo'ladi. Undan tashqari mana bu titul varaqlari sizda boshqacharoq bo'lishi mumkin, albatta universitetga qarab. Shuning uchun men aytayotgan narsalar bu tavsiya sifatida berilyapti. Aynan shunday bo'lishi kerak degan narsa yo'q. Lekin asosiy standart sifatida qo'yilgan talablarni men sizlarga bugun aytib o'taman. Qolgan qo'shimcha talablar universitet tomonidan yana sizlarga berilishi mumkin bo'ladi. Masalan, titul varag'i o'zgarishi mumkin qo'shimcha talab sifatida. Keyingi tushuntirishimiz kerak bo'lgan narsa, demak, aytdik 55-60 betdan iborat bo'ladi va boshida titul varag'i, undan keyin esa annotatsiya bo'lishi kerak. Bu hamma bitiruv ishlarida yoki kurs ishlarida ham hattoki bunaqa narsalar so'raladi. Ya'ni annotatsiya bu ushbu sizning bitiruv ishingizni, diplom ishingizni qisqacha mazmuni bo'lishi kerak. Qisqacha ana shu annotatsiyani o'qigan holda, uni o'qigan odam sizni bitiruv ishingizda nimalar yoritilgan, nimalar berib orilgan, qanaqa ma'lumot olish mumkin, nimalar o'rganib chiqilgan, mana shular haqida yozilishi kerak bo'ladi. Bu bitta yoki ikkita abzaslik bo'lishi ham mumkin. Qanchalik qisqa va lo'nda bo'lishi bilan birgalikda umumiy mazmunni tushuntirib berishi kerak bo'ladi. Mana bu yerda ham o'qib chiqishingiz mumkin. Annotatsiya, ushbu namunamizda annotatsiyasi berilgan va bu ko'rib turganingizdek amaliy ish bilan bog'liq, ya'ni texnik yo'nalish bilan bog'liq bitiruv ishidagi annotatsiya hisoblanadi. Bundan tashqari annotatsiyani faqatgina o'zbek tilida emas, qo'shimcha rus va ingliz tilida ham berib borish shart hisoblanadi. Chunki annotatsiya o'zi esa o'sha o'rtaga tekislangan holda turadi. Bu aytganimiz annotatsiyani hozir aytganimiz ikki tomonlama tekislanish, bu butun
diplom ishi, o'sha bitiruv ishini hamma qismi, mana kirish qismini ko'rishimiz mumkin. Mana shu qismlarda ham faqat mana shu formatdan foydalanish kerak. Istisnoli holatlar ham bo'ladi, bularni keyin ko'rib o'tamiz. Demak, yana umumiy talablarga keladigan bo'lsak, orasi abzas degan narsa, ya'ni interval degan narsa bor. Har bitta yozuvni pastdagi yozuv bilan orasi interval deyiladi. Mana shu interval mana bu yerdan bosib 1,5 bo'lish kerak. Ko'pchilik 1,15 ham ishlatadi, lekin standart 1,5 ishlatiladi. Bu yana ham o'qishga ham oson bo'ladi, ko'rinishi ham chiroyli chiqqanligi uchun. Bundan tashqari yozgan yozuvlaringiz ham ko'proq bitga aylanadi, mana shu 1,5 hisobiga. Shuning uchun ham mana shu 1,5 qilish tavsiya qilinadi. Endi annotatsiya qismi menimcha sizga tushunarli bo'ldi. Annotatsiya mana rus, ingliz tilda ham albatta tarjima qildirish kerak. E'tibor bergan bo'lsangiz, bu yerda ham demak bitiruv ishi, bitiruv malakaviy ishi nomi ishlatilgan, diplom ishi degan jumla umuman ishlatish mumkin emas. Demak, annotatsiya qismidan keyin mundarija qismi boshlanadi. Ya'ni mundarija bilan butun boshli o'sha bitiruv ishimizning asosiy qismi boshlanadi ham desak ham bo'ladi. Demak, mundarijani bilasizlar, kitoblarda ham, qo'llanmalarda ham mana shu mundarija bo'ladi. Nima, qayerda joylashganligini bilish uchun aynan mundarija kerak bo'ladi. Demak, mundarijaning birinchi qismida kirish. Kirish bu aynan diplom ishini kirishi bo'ladi, ya'ni qanaqa mazmuni u haqida to'liq ma'lumot berilgan bo'ladi. Bundan tashqari boblar va bobdagi har bitta o'sha paragraflar desak ham bo'ladi, bobning qismlari ham nomlangan va ularni ham qaysi betda joylashganligi bu yerda yozib qo'yilgan bo'ladi. Mana shu tarzda katta harflardan foydalanadi asosan boblarning nomida, mana kirish va xulosada, va so'ngida har bitta bob bo'yicha alohida xulosa bo'ladi va undan keyin umumiy bitiruv ishining xulosasi va foydalangan adabiyotlar ro'yxati bo'ladi va shu bilan birga bizga asosiy o'sha ma'lumotlar tugaydi, ya'ni so'nggi qismi aynan foydalangan adabiyotlar ro'yxati bilan bizni bitiruv ishimiz tugaydi va pastdan mana bu mundarijadan keyin kirish qismi boshlanadi. Kirish qismi ham demak umumiy aynan mana shu bitiruv ishining ahamiyati, uni dolzarbligi, aynan u bo'yicha qanaqa mana bu yerda ko'rsatilgan respublikamizda chiqarilgan prezident qarorlari, aynan shu yillar davomida oxirgi yillarda chiqarilgan qarorlar, umuman qonunlar haqida ma'lumot berishingiz mumkin. Bu bilan bitiruv ishingizning qanchalik dolzarbligini, ahamiyatini belgilab bergan bo'lasiz. Undan tashqari bitiruv malaka ishining dolzarbligi alohida mana bu yerda kiritib o'tilgan bo'ladi. Bir nechta mana punktlar bilan. Undan tashqari tadqiqot predmeti, tadqiqot obyekti, bitiruv malakaviy ishining maqsadi va vazifalari aynan kirish qismida keltirib o'tilgan bo'lishi kerak va uning ahamiyati mana va uning qisqacha tavsifi bilan kirish qismi tugallanadi. Albatta sizlarda boshqacharoq bo'lishi ham mumkin. Bo'yatgandek bu texnik yo'nalishlarga ko'proq to'g'ri keladi va mana shu kirish qismini yozib bo'lganingizdan so'ng sizda demak birinchi bob boshlanadi. Birinchi bobning nomi va uning birinchi qismi bilan umumiy ma'lumotlar berib boriladi. Bilasiz, aynan berilgan ma'lumotga asosan rasmlar ham berilgan bo'ladi. Rasmlarning joylashuvi o'sha o'rtada bo'lishi kerak va alohida bitta rasm joylashgan bo'ladi va pastki qismida aynan o'sha rasmning raqami, ya'ni mana birinchi rasm, birinchi qo'yilgan rasm o'sha birinchi raqam bilan nomlanadi va shu ketma-ketlik bo'yicha nomlanib ketadi va u o'rtada joylashgan bo'lishi kerak. Mana bu yerda boshqa yozuvlar mana ikki tomonda tekislangan bo'lsa, o'sha yozuv, ya'ni rasm yoki jadvallar nomi mana bunday o'rtada birinchi raqami va nuqta qo'yib uni nomi, aynan u qanaqa rasmligini aynan yozilishi shart. Shunchaki rasm qo'yib ketilmaydi bitiruv ishida. Chunki mana shu rasmni izohlovchi uning nomi bo'lishi kerak. Petsual obyektivi deb nomlangan va shu tarzda qolgan ikkinchi va uchinchi rasmlar ham orada qo'yib aynan bitiruv ishi mazmunidan kelib chiqqan holda uni izohlovchi rasmlar qo'yib ketiladi. Va shu tarzda bitiruv ishi yozib ketiladi va mana ko'rib turganingizda yana paragraf nomi kelganda u o'rtada jirniy ko'rinishda, ya'ni mana bunday belgilab turib, mana J yozib bosilgan, aynan buni bossangiz jirniy deyiladi, ya'ni qalinlashtirilgan holatda yozish kerak bo'ladi. Aynan talablar sal o'zgarishi mumkin, lekin asosiy talablar mana shu. Undan tashqari ya'ni varog'imizni ikki tomonda joy qoldirilgan bo'ladi. E'tibor bergan bo'lsangiz, chapdan ko'proq joy,
o'ng tomondan kamroq joy qoldirilgan bo'ladi. Buni sababini ko'pchilik bilsa kerak. Sababi o'sha kitob qilib tikilganda ham mana shu chap tomondan tikiladi va mana bu yerda bir qancha qismi yo'qotilishga uchraydi. Shuning uchun aynan yozuv qismi yaxshiroq ko'rinishi uchun chap tomondan ko'proq joy ochiq qoldiriladi. Bu qismi o'sha tikishga bir-birini ustiga bosilib qolganligi uchun ko'proq joy ochiq holatda bo'ladi. Ya'ni 3 sm joy ochiq qoldirasiz. O'ng tarafdan esa 1,5 sm ochiq qoldiriladi. Tepa va pastdan esa 2 sm dan joy qoldirilishi kerak bo'ladi. Bu narsani mana bu tepada lineyka ochilgan turgan bo'lishi kerak. Sizda ham mana shuni bosib 2 marta bossangiz bu yerdan to'g'rilab bo'ladi. Mana verxniy tepa qismi, leviy chap qismi, nijniy past qismi va praviy o'ng qismi mana bu yerda ko'rib turibsiz. O'ngdan 1,5, chapdan 3 sm qoldirilgan va okeyni bossangiz, o'zingizga mos tarzda mana shu eslab qolsangiz, shu bo'yicha to'g'rilab qo'ysangiz, demak diplom ishi, bitiruv ishi talablarga mos holda bo'ladi. Okeyni bosasiz, shu holatda o'tadi. Va mana shu tarzda siz ma'lumotlarni berib yozib borasiz. Boblar haqida to'xtaladigan bo'lsak, mana e'tibor bergan bo'lsangiz, birinchi bob asosan nazariy ma'lumotlar bilan to'ldirilgan bo'ladi. Ko'proq nazariy ma'lumotlar va hamma bob bo'lgan kabi bobning oxirida o'sha bob bo'yicha xulosa yozilgan bo'ladi. Bu yerda ham mana ikkinchi bob bo'yicha xulosa va ikkinchi bob va uchinchi bobda asosan amaliy ishlar, amaliy qilingan ishlar yoki bo'lmasa boshqa yo'nalishlarda ko'proq hisob-kitoblar qilingan bo'lishi mumkin yoki qanaqadir tajribalar o'tkazilgan bo'lishi mumkin. Mana shular haqida ma'lumot berilgan bo'ladi. Bu yerda ham mana video tasvirga olingan, o'sha video lavha tayyorlangan, video lavhani qanday amalga oshirilgan, nimalardan foydalanilgan haqida ham ma'lumot berib, umumiy o'sha videoni qanday ko'rinishda bajarilganligini ko'rsatib o'tilganligini ko'rishingiz mumkin. Demak, bu qismi ham yozib tugatib bo'lgandan keyin albatta prezentatsiya ham qilinadi. Hozirgi zamonaviy bitiruv ishi himoyalarida prezentatsiyalardan foydalanadi. Bu haqida ham keyingi videolarda ko'rib o'tamiz. Agar prezentatsiya mavzusi sizga qiziq bo'lsa, bizga yozib qoldiring. Bu haqida ham ma'lumot berishga harakat qilamiz. Va mana umumiy asosiy qismlar yozib bo'lingandan keyin xulosa qismi boshlanadi. Mana 57 betgacha demak asosiy qism, undan keyin xulosa qilinibdi. Xulosada esa aynan siz qilgan ishlardan qanaqa o'zingizga bilimlar oldingiz, nimalar o'rganildi, umumiy xulosa sifatida yoziladi. Ya'ni bu yerda umumiy har bitta bob bo'yicha xulosalarni umumlashtirib yozsangiz ham bo'ladi. Shu orqali umumiy qilingan ishlar va undan erishilgan natijalar haqida ma'lumotlar yoziladi. Xulosa qismi ham kamida 1 yoki 2 bet bo'ladi va umumiy mana shu qilingan ishlarda erishilgan natijalar keltirib o'tiladi. Undan keyin esa aynan bilasiz, bitiruv ishida faqat o'zingiz qanaqadir ma'lumotlar yozmaysiz, uning ichida qayerdandir olingan ma'lumotlardan ham foydalaniladi. Shuning uchun ushbu foydalangan adabiyotlarni ham keltirib o'tishingiz kerak. Qayerdan qanaqa ma'lumot oldingiz, qaysi internet saytdan yoki qaysi o'sha kitobdan ma'lumot olgan bo'lsangiz, shu haqida ma'lumotlar yozib ketasiz. Mana oxirida internet resurslarini ham qoldirib ketasiz. Ko'pincha yana talab bo'ladiki, o'sha milliy qarorlar, prezident qarorlari, mana shu adabiyotlar birinchi o'ringa yozilishi kerak degan talab ham bo'ladi ko'p joyda. Aynan bu yerda ham shu talab bajarilgan. Demak, mana azizlar, sizlarga bugun yetkazmoqchi bo'lgan asosiy ma'lumotlarimiz mana shulardan iborat edi. Albatta, xato kamchiliklar uchun uzr so'raymiz. Qandaydir savollaringiz bo'lsa, albatta bizga yozib qoldiring, ularga javob berishga harakat qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.